Samarqand City'da 100 ming so'm bilan nima qilsa bo'ladi? You want some more? Transferasini buni baribir o'zingiz kelib ko'rishingiz kerak. Demak, nima deysiz? 80 mingga shu arziydimi, yo'qmi? Manzarani qarang. Ana endi esa bu kanatni informatsiyasini bilish kerak. Men akam hammasini bir aytib yuraman dedilar. Sen mikrofoningga tutaverdi buni. Qadrli obunachilar, mana kanatda o'tirganimizda biz nimani bildik? Mana bunaqa temirdan qilingan o'zlarini ulari bor ekan, o'tirg'ichlari bor ekan. Bu yerga bunday o'tirsangiz, orqangiz massaj olmay ekan, chunki qottigan ekan. Keyin bizada nima bor? Bizada atmosfera bor. Atmosfera bu yerda nima bor? Chiroyli muhit va plavnik ketadi. Tushunyapsizmi? Shunchalik plavnik ketadiki, siz yurgan vaqtingiz kayf qilasiz. Mana "Oh, hello" deysiz ularga. Ular ham "hello" deydi sizlarga. Agar sizlar yolg'iz bo'lsanglar, parichkalar bilan kelish uchun ham yomon joy emas. Agar bir o'zingiz kelsangiz ziq bo'lasiz. Iloji boricha hozircha odamlar sanjab, mana bugun biz yakshanba bo'lishiga qaramasdan odamlar juda kam. Masalan, mana shu kanatning ichida hech kim yo'q. Mana hech kim yo'q. Tonirovkasi bor, bu yerda unaqasi bor. Qo'lni chiqarsangiz agar havo kiradigan joyi bor. Polni tonirovka biz 9-raqamli bunda yuribmiz. Sizlarga yana nima deymiz? Bu yerda polni bu yerda informatsiya yozilgan. Chakish mumkin emas, bugul yoqish mumkin emas, qo'lni chiqarish mumkin emas ekan. Короче, sakrash ham mumkin emas ekan. Bilib qo'yasizlar o'zingizlar uchun informatsiyani. Mana bu yerda alyumindan qilingan kiyimasi ham bor ekan. Qadrli obunachilar, Rauf Contentga obuna bo'ling va o'zingizning fikringizni qoldiring. O'zingizning fikringizni qoldiring. Mana qadrli obunachilar, ko'rganingizdek 100 ming so'm bilan hech nima qilib bo'lmadi. Endi rolikimiz уже tugatdi. 80 ming kanatda ketdi. Shundoq deganda Silk Road Samarqand City'da 100 ming so'm bilan deyarli yurmoq ham qilib bo'lmaydi. Endi 20 ming so'm nimaga ketdi? Yo'l krossiga, 80 ming kanatga ketdi. Hali uyga borishimiz ham bor, obratni 100 ming so'm bilan hech nima qilsa bo'lmaydi. Raufjon, come here. 100 mingga nima qilib bo'ldi? 100 mingga bitta kanat bo'ldi-da endi. Kanat bo'ldi. 20 ming nima bo'ldi? 20 ming nima? 20 ming yo'l krossi bo'ldi. Hani obratni 20 ming bo'ladi. Uyga bo'lishga borish kerak. Endi pulimiz qolmadi-ku. 100 ming edi pulimiz. Endi piyoda boramiz uyga. Endi piyoda boramiz, nima bu? Piyoda boramiz, yana mehnat qilamiz, Qazonni o'raymiz, pul topamiz, dehqonchilik qilamiz, keyin yana 80 ming to'laymiz. Samarqand City'ga kelamiz. 5 ketdi, 5. Mana bu yerdan piyoda ketamiz. Короче, obunachilar, hozir men sizlarga bir ob'ekt qilish Samarqandda nechta pul bo'lishini ko'rsataman. Operator kamerani yaqinroq kelib keling. 162 ming so'm. 2 kishi ob'ekt qilish uchun. 100 mingni nimaga qilmoqchisizlar? Men hayron. Mana Rauf Samarqandliklarda pul ko'p dedi, yana 100 ming so'mdan o'ynaydi bular. O'yinchoq o'ynaydi. Hozir mana shotni Rauf beryapti. Mana birdan mahkam qilamiz. Zachisi o'zingizga deb beraverasizda. Yo'q. Hali nima qadar